Assalomu alaykum barchaga. Hozirda 2025-yilda to'g'riza ichki dizayn mavzusida hozirda trend, ya'ni ommalashayotgan uy remontlaridan, dizaynlaridan high-tech birinchi o'chirda bo'lyapti. Odamlar high-techni ko'proq xohlashyapti. High-techda ham udobstvasi, high-tech minimalizm qilib ishlanishi hamda uni materiallar tomonlama hozir keng rivojlangani, mahalliy materiallardan o'zimiz ham chetdan kirib ketgan materiallar, xomashyolar qimmat bo'lmaganligi sabab ham high-tech ko'proq ommalashmoqda. Buni har bir detallari, ranglari bir-biriga uyg'unligi, diyoda asosiyana yoritgich chiroqlari o'shalar bilan bu yilda mana shu 2025-yil bir yil davomida biz ko'rganimiz avvalambor eng ommalashgani high-tech uslubi.